Assalomu alaykum hammaga. Kunlar xayrli, barakali bo'lsin. Bugungi ish jarayonidan lavha qilamiz. Xo'sh, Damasga netan qo'ydik. Ustanovkasi bo'lib qoldi, xudo xolasa buni. Bas. Tayyormi? Xudo xolasa. Zapravka chiqib keladi. Bu yoqda Nexia 3 ga netan raqam qo'yamiz. 107 bo'ldi. Yana turibdi. Oldi zapchastlarini olsa. Plastik qo'yildi. Antika turецкий reduktor. Farsimkalari real italyanskiy bo'ladi. Originali, poddelkasi emas. Keyin unga qo'shimcha gaz klapan qo'yib beramiz. Yana ikki xil filtr qo'yiladi, xudo xolasa. Gaz klapan qo'yganimiz sabab mana bu klapanni birinchi zarbadan saqlab qoladi. Degani musor kelib qolsa, musordan ancha asraydi o'zini. Mana bunga metan qo'yapmiz, hozir rабочий qo'yiladi. Rабочий balon qo'yapmiz bunga. Kelishga arzon narsa. Sizlar charchamanglar, bizni kuzatinglar.